O'zbekistonda birinchi bo'lib IQ 15 Ultra telefonni faqatgina Mix Mobile obzor qiladi. Sizlar like bosib qo'yinglar, biz bo'lsa obzorni boshladik. Butun dunyo qidirayotgan telefon shumidi, orqasini yonishini qaranglar buni. Voy, asal jonkada-chi bu. Akalar, bu telefonda 100x zoom bor. Bemalol oyda olsanglar bo'ladi. Gaming telefonda 100x zoom bor. Eng qizig'i rasmga olishni yorib yuboradi, chunki bunda professional linzalar bor. Video formatga keladigan bo'lsa, 4K 60 fps li videolarni tiniq formatda olib beradi. Nima deyapti bu xorrami? Boshqa gaming telefonlarda yo'q xususiyati bor. Bu telefonning kamerasida super makro rejimi bor. Ko'ryapsizlarmi? Yorib qo'yadi rasmga olishdi. Bu itvacha PUBG'da necha FPS ochishini ko'rmoqchimisizlar? Ko'rib qo'ya olinglar. 120 FPS ochadi, eng qizig'i umuman qotmaydi. Chunki bunga Snapdragon 850 Gen 5 prosessor qo'yilgan, 840 Adreno 3 nanometr. Voydan tarqagan. Eng qizig'i bu telefonimiz umuman qizib ketmaydi. Chunki IQ telefonlarni sovutish tizimi juda kuchli. Bunda qo'shimcha cooler ham bor. Havo aylanib yurib telefonni sovutadi. Bu yoqdan kiradi, bu yoqdan chiqadi. Eng qizig'i PUBG'da o'yin yana ham mukammal bo'lishligi uchun qo'shimcha triggerlari mavjud. Ko'rib turibsizlar. Wow, buni olgan odam prosta kayf qo'radi. Akalar, bu telefonda displey keladigan bo'lsa, AMOLED 144 Hz, eng qizig'i 8000 nits yorqinligi. Yomon ekan bu. Suvda ishlaydimi deb so'raganlar uchun albatta ishlaydi. Chunki bunda IP68, IP69 bor. Bismillah. Ko'rib turganingizda, bu telefonda suvda tayda bemalol 1,5 soat video olsa bo'ladi. Wow! Bu telefonning xususiyatlari shu darajada ko'p ekanki, biz bu telefonimizni to'liq obzor qilishimiz uchun bizga 1-2 minut vaqt yetmay qolar ekan. Eng kamida 15 minut vaqt ketar ekan. Agarda ushbu videoda laykini 10 mingtadan oshirib yuboradigan bo'lsanglar, YouTube uchun bu telefonni albatta obzor qilib, ikki-ichkirigacha sizlarga tushuntirib beraman. Videoda laykini 10 mingta qilinglar, albatta YouTube'ga yangi obzor chiqadi. Bu maxluqni gaming hamda kamerafon telefonda narxi keladigan bo'lsa, Mix Mobile Telegram kanalida $960 dan $1350 gacha sotilyapti. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, bizni Mix Mobile Telegram kanalimizga yozinglar. Xitoydan zakaz asosida sizlarga olib keltirib beramiz.